Mavlaviy Nur Ahmad Islomjor sohib vali Herotda. Kulli millati Herot bu kishining oldidan hammasi rozidir. Voqean ham ba ma'noy voqei shayxdir. Haqiqat va mazomin va mafahim Qur'on hadisni bilayotgandi. Hatto kitob bitiganda fe'lan imorat islomiga bu tadris bo'ladi, dars shakliga o'qiladi. Az-jumlai shuyukh a'zami imorat islomidan-da Mavlaviy Nur Ahmad Islomjor hafizahulloh 3 oylik viloyatni maoshini 3 oyga taxsis berdilar. Sha'bon oyiga fuqaro va g'ariblarga beraman dedi. Ramazon oyi va Shavol oyi kifoyalanadi. Nima uchun? Haqiqat va ramzi o'sha rozi Qur'on hadisni biladiki, bu 3 oy Allohning oldiga oddiy oy emasdi. Shu asosdan 3 oylik maoshimda shu 3 oyga fuqaro va g'arib va bevalarga men nima beraman dedilar? Taxsis beraman dedi. Chun olimda haqiqat Qur'on hadisga tushadi. Fe'lan bizda Shavol oyiga qaror topganmiz. Ko'p do'stlar bor payon qo'yadilar. Xeyli farishonda. Vala Ramazon muborak o'tdi deydi. Men o'zimda daqiq bilamanki, har narsaga masruf bo'linman. Ro'za oyi oldimdan o'tib ketdi. Hanuz fursat bor ey javon. Man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shawolin. Hadisi Muslimda. Payg'ambar islom aytdilarki, kasiki ro'za oyini tutsa, ba'daz undan sonra muttasilan uni keytidan 6 ro'zam Shavol oyidan tutga deybilsa. Kana ka siyomid dahri. Bunga ajr va fodosh shuncha beriladiki, misliki 1 yillik komil ro'zasi. Subhanalloh. Qancha chonsa tiloydi. Va bir yaxshilik degasi ham borki, mutatobian faydar fay tutishlik zarur emasdi. Misol, bir do'st tutibdi ro'zani, pas yana bir mushkulot topilib qoldi, yo bir safar bo'ldi, yo bir sayohat, tafriq va chakar do'stlar bilan ketmoq bo'ldi, unga ketdi. Pas yana mana bir ro'zaga yana bir ro'zani degasi. 15 Shavolga borib yana bir ro'zani tutadi, 25ga ham bir ro'zani tutadi. Xulosa shu Shavol oyiga shu 6 ro'za taklif qilsa, 1 yil komilda ajri fodosh beriladi. Behtarin chonsiz inson. Nima uchun? Bir qonun bor. Hazrat Rasul giromiy payg'ambar islomning ummatiga, o'zimizga har bir amalimizga qancha ajr beriladi? Ha? Kim biladi? Har bir amalga anjom bersak qancha ajr beriladi? 10 daraja beriladi. Alloh sizga xayr bersin. 10 ajr beriladi. 30 ro'z Ramazon ustiga ham jam qiling 6 Shavolda majmu qancha bo'ladi bu? 36 bo'ladi. 36 ni siz 10 ga zarb bering qancha bo'ladi? 360 bo'ladi. 360 ro'z bo'ladi o'z bir yilingiz o'zi. Subhanalloh. Bu qonun ilohiydir. 30 ro'z Ramazon muborak, 6 ro'z ham Shavol oyi tutsa Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdi 1 yilda ajr beriladi. 36 ni zarbi siz 10 qilgay bilsangiz, chun qonunda Alloh taolo qo'ygan ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ki man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Qur'onda matnida kasiki amalini anjom bersa, ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan amali xayrda anjom bersa, bu kishiga 10 ajri fodosh beriladi. Bitta emasda, vaqtiki 33 ta siz 36 ni zarb bo'ling, 10 ga majmu bo'ladi 360 ro'z. 360 ro'z o'zi ham 1 yil takmil bo'ladi. Subhanalloh. Javon bachalar menga qaratdi. Bir narsani aytmoqchisiz, men bilaman. Nimani aytmoqchisiz? Hoji Mavlasiy 30 ro'zga kishilar qo'ymadinglar, 29 ga namozni o'qitdinglar bizga ustizga shu yil. Ro'zak 30 bo'lmadi. Shuni aytmoqchisiz menga, bilaman men. 29 ga o'qitdingizki, pas majburga 6 ni ham ustiga Shavol oyini tutki deb bilsak 35 bo'ldi. 35 da agar bizlar zarb ursak nimaga? 10 ga zarbiga deb bilsak 355 bo'ladi. 360 takmil bo'lmadi. Biri shamsi sol bor, biri qamari bor. Shamsida burjda aytsasizlar 30 fix bo'ldi, maoshingizni olasiz. Bu shamsida, burj, tarix deymiz-ku, o'zimiz shamsi deymiz.